chunki suvsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. insoniyat suvdan kerakli jihatda foydalansa, bekorchi narsalar ishlatmasa, suv tanqisligi yuzaga kelmaydi. Idish yuvishda, kir yuvishda ham ortiqcha suv ishlatish beradi. Buning oqibati suv tanqisligiga kelib chiqmoqda. Bu jo'mrakdan bir daqiqa ichida 15 litrgacha suv oqadi. Shuning uchun agar nosozliklar bo'lganda yoki tomchilar oqqanda jo'mrakni darhol kattalarga xabar berib, uni tuzatib, suvni tejab o'zimiz iste'mol qilishimiz zarur. Suvning suvini asrab, avaylab, undan oqilona foydalanib, uni ortiqcha isrof qilmasdan foydalanishga bugundan kirishasiz deb o'ylayman. Men bugungi darsda suvni tejash, suvni ifloslantirmaslik haqida o'rgandim. Boshqa davlatlarda boshqalar qiynalib suvni 3-4 soatlab bilim o'rniga suv qidirayotganlarni ko'rib, men suvni tejashni, suv hammaga yetmayotganligini, suv muammolarini o'rgandim. Bugungi ustozimiz olib borgan ochiq darsda suvni qanchalik asrasak o'zimizga foyda ekanligini tushunib oldik. Suvni hech qachon tugamaydi deb o'ylardim, lekin albatta har bir narsaning oxiri bordek, buni ham oxiri bor ekan. Men bugungi o'rgangan narsalarimni albatta do'stlarimga ham ulashaman va suvni tejashga chorlab qolaman. Bugungi darsimiz davomida ustozimizdan ko'plab savollarga javob oldik va ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Va men bugungi dars davomida olgan fikrlarim asosida suvni o'zim ham tejab, do'stlarim, oila a'zolarimga yetkazib, bu ma'lumotlarni barchaga tarqatishga harakat qilaman va men bugundan boshlab suvni tejayman.